Assalomu alaykum, hurmatli talabalar hamda tinglovchilar. Bugun biz matnshunoslik fanidan matnshunoslik fanining predmeti va vazifalari mavzusida suhbatlashamiz. Avvalo, matnshunoslik o'zi qanday fan? Matnshunoslik yordamchi tarixiy filologik fan sohasi bo'lib, adabiyot va folklorga oid qo'lyozma asarlarni, tarixiy hujjatlarni, ularning aniq matnlarini aniqlash va tanqidiy o'rganish, sharhlab e'lon qilish maqsadida ular ustida tadqiqotlar olib boradi. Avvalo, matn o'zi nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, matn bu muallif ijod etmoqchi bo'lgan fikr va g'oyaning yozuvdagi inikosi yoki bo'lmasa biz uni yaxlit bir asar yoki qo'lyozma nusxa deb ham atashimiz mumkin. Qolaversa, matn bir qancha yordamchi sohalar, editsiya, arxeografiya, germenevtika, ekzegetika kabilar bilan bog'liq holda ham tadqiq etiladi. Matnshunoslik qanday tadqiqotlarni amalga oshiradi degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Matnshunoslik bu qo'lyozma nusxaning matn xususiyatidan tortib, nashr ko'rinishigacha bo'lgan barcha yutuq va kamchiliklari haqida tasavvur uyg'otuvchi tadqiqotlarni amalga oshiradi. Matn taqdiri, saqlanish darajasi, nashr bezaklari, tavsifiy belgilarini o'rganish matn tushunchasining klassik ta'rifiga sig'masa-da, matnshunoslikka qabul qilingan matn tushunchasi uni o'rganish doirasiga kiradi. Matnshunoslikni biz 3 tarkibiy qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi bu matn tarixini o'rganish, ikkinchi matn talqinini tadqiq etish va matn tuzish. O'zbek xalqining ko'p ming yillik tarixi, boy ilmiy ma'naviy merosi, adabiyot va san'at sohasidagi haqidagi qimmatli ma'lumotlar mana shu bizda qo'lyozma manbalarda aks etgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin uning ilmiy tarixiy va madaniy merosini tiklash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. 2014-yilda 15-16 may kunlari esa Samarqand shahrida O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan tashkil etilgan o'rta asrlar sharq allomalari mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzusidagi xalqaro konferensiya mamlakatimizda